Mana navbatdagi zapravkamiz 12 kubalik bitta mahsulotga mo'ljallangan zapravkamiz tayyor bo'ldi. Hozir egasiga chiqishga tayyorgarlik ko'ryapti. Burimiz tashkilotlarga mo'ljallangan. Tashkilotlar ko'p mashinasi bo'lgan tashkilotlarga bitta qo'yib olinsa, baza bilan shartnoma qilib, olib kelib, yoqilg'ini quyib, o'sha ishxonasining o'zidan mashinalarga quyib, ish faoliyatini davom ettirsa bo'ladi. Maxsus distansioniy punktlari mavjud. Kassa qo'yib, отдельный qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, shu holatda ishlatsa ham bo'ladi. Yoqilg'ini bu yerdan yo'nkiska olib oladi, benzovozdan o'zi olaveradi. Benzovoz shu yerdan haydab beradi, ustiga odam chiqishi shart emas. Shu yerdan boshqaradi, kranni ochadi, yoqilg'ini quyadi, yana qaytarib yopib qo'yadi. Bu holatda to'ldirib olaveradi. Elektroshitlar ichida joylashtirilgan, ichida hamma upravleniyalar bor. Ichki ortiq chiroqlari mavjud. Ikki tomonlarida ogniy opasniy yozuvlari bor. Qo'shimchasiga pojarniy shit, metr shtuklari bor. Metr shtuk yoqilg'ini o'lchash uchun ogniy opasniy yozuvi bilan orqada ustiga chiquvchi zinalari mavjud, maxsus. Bu tomondan ko'rsa bo'ladi, ogniy opasniy yozuvi bor. Buni aslomli zavodlarga olishadi. Buni zavodlarga qo'yib ishlatish uchun maxsus tayyorlangan. Bularimiz 21 kubalik bu varianti 21 kubalik 3 xil mahsulotga mo'ljallangan. Sanki kolonkalari qo'yilgan, bitta 1 rukavalik, bitta 2 rukavalik. Bu yerga salarka, bunga 80-92 qilib qo'ysa bo'ladi. Tepalarida maxsus reklamli monitorlar joylashtiriladi. Qo'shimchasiga stellalari bor. Reklamli stena yo'lda bo'yiga qo'yish uchun maxsus Shohsulton oil uchun tayyor bo'lgan. Bular komplekt bo'lib boradi. Joyiga o'rnatiladi. Ustiga chiquvchi zinalari bor. Yonida elektroshitlari ham zinaning yoniga joylashtirilgan tashqarida. Yo'nkislari 21 kubalik yo'nkislari ichiga joylashtirilgan. Distansioniy punktlari mavjud. Ikkita kolonkaning ortiq chiroqlari, reklamli monitorlari bor. Xudo xolasa bu ham chiqib ketishga tayyor. Yana bitta variantimiz Rese Oil. Rese Oil 4 ta rukavaga mo'ljallashgan 30 kubalik varianti. Ikkita 7, ikkita 8 ga bo'lingan. 4 xil mahsul 80, 92, 95 distopliva. Bir xilga 100 qo'shimcha qo'yib qo'yishadi. 4 xil bizi mahsulotlarni sotaveradi. Salarga qo'shib qo'ysa ham bo'ladi. Bunga texnovoz kolonkalar qo'yilgan 4 ta rukavalik, 8 ta rukavalik, ikki tomondan 4 tadan xizmat ko'rsataveradi. Baravariga bittadan mashinani qo'yib olish imkoniyatiga ega. Qo'shimchasiga ustida stellalari bor. Reklamli stella. Bunga logotiplar, katta reklamli monitorlari qo'yib berilgan. Kassalari bor. Kassalarning ichida mebellari mavjud. Mebel, elektroshit, kassa uchun partalar, hamma yo'qlari mavjud. Qo'shimchasiga konditsionerlarni o'rnatib beramiz. Boradi, o'rnatiladi, ishni boshlanaveradi. Shu holatda logotiplarni ham urib beramiz. Firmamiz logotiplarini ham urib beramiz. Bu holatda yozuvlari ham bo'ladi. Bu variantimiz kichkina shu 21 kubalik 2 ta rukavali varianti. Sanki buni kubasi 18 kuba, adashmasam 18 kub 2 ga bo'lingan. Sanki distansioniy punktlari mavjud. Ya'ni kassa qo'yib, kassaning ichiga punt olib kirib, shu yerda ishlatsa bo'ladi.
Shu holatda ishlayveradi. Yonlarida qo'shimcha gullari bor. Xudo xolasa bugun qo'yib jo'natib yuboramiz buni. Joyda videolarni ham joylashtiramiz. Shu holatda. Buyimiz navbatdagi zapravkamiz 3 ta rukovaga mo'ljallashgan, 3 xil mahsulotga mo'ljallangan 80, 92, 95. Shu mahsulotlarni qo'yib sotsa bo'ladi. Realtech kolonkalar o'rnatilgan 6 ta rukovalik, 6 ta rukova teng xizmat ko'rsataveradi. Teng baravar qo'yaveradi hammasiga. Shu holatda buni ham tayyor bo'lib qoldi. Buni ham stellalar bor oldida. 3 metrli stellalar bo'ladi. Buni ham tayyor bo'lib qoldi. Egalariga topshirib kelamiz.